Assalomu alaykum. Xonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugun 2026 birinchi oyning 8 kuni. Bugun biz Uyg'ur choyxonasida hammamizning diqqatini tortayotgan Sharq Osiyodagi siyosiy vaziyatning yangi bir burilish nuqtasi Yaponiya va Xitoy munosabatidagi jiddiychilik hamda buning bizniki Sharq Turkistonning siyosiy taqdiriga munosabat ta'sir ko'rsatish haqida siz muhokama etib boramiz. Yaqin kunlardan buyon Yaponiyaning siyosat sahnasida g'oyat zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Yangidan bosh ministr bo'lgan Takashima xonimniki Yaponiya bosh ministri bo'lishdan bo'lib Xitoylar nihoyatda cho'ng surkilishiga, davolishga kiryotdi. Buni biz ko'rib turibmiz. Shundaqla Yaponiyadagi siyosiy sahnasida Yaponiya tashqi ishlar yordamchisi Arifa xonim bir Uyg'ur Yapon tashqi ishlar ministerida xizmat qilishmi Uyg'urlarniki nihoyat iftiqorlantiradi. Buniki Uyg'ur davosiga, Sharq Turkiya davosiga qanday bir nimalar bor bu vaqtda muhokama etib boramiz. Bugungi bu suhbat programmamizga Amerikadagi obzorchi Mavla Yasin apandim taklif qildim. Assalomu alaykum Mavla Yasin apandim. Qimmatli vaqtingiz uchun. Va alaykum assalom. Suhbat va alaykum assalom. Ishbagingizga chekon rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Rahmat. Oldi bilan deb qo'yay. Men shu Zukan bo'qapmanki, men so'zlash jarayonida ma gayvaqlar bunum eqib, ma o'ldirim g'urung chiqib qolsa ayib ko'manglar. Amal yo'q, Zukan bo'qapmanki o'zim. Endi bu suhbatga endi men shu nim qilgan bir chetdan suhbatda AI'ni, bir qatim ma suhbatni men shu 2025 va 2026-yilgi xalqaro vaziyatga bo'lgan o'zimning ko'z qarashlarini, analizlarini qilmoqchi. Shuning uchun men buningga temarim qo'ygan 2025-2026da Uyg'urlarga munosabatli xalqaro vaziyatga tasodifiy munozara deb qo'ydim. Bugungi so'zlamoqchi bo'lganimiz birinchi qismi. Endi haqiqatan qarasak 2025-yilga nazar solaylik. 2025-yil xalqarada odamning ko'zini qamashtirib chirmish voqealar nihoyat ko'p yuz berdi. Cho'ng davlatlar o'rtasidagi raqobatlar va ilgirki ziddiyatlar texmo giralishib ketdi. Yaqinda BDT'ni chiqargan yer shar tinchlik ko'rsatkichi dokladning aytishicha dünya tinchlik umumiy saviyasi 20 yil ichidagi eng tuvan nuqtaga chiqib qoldi. Bu dokladdagi bir muhim statistika ki hozir dunyo miqyosida davlatlar aralashgan qurolli to'qinishning soni 59 ga beribdi. 59 ga beribdi. Misoli men bir nechta so'zlab o'tib ketay. Misoli doim anglab turgan. Masalan, Kambodja, Tayland to'qinishi, Hindiston, Pokiston to'qinishi, AI musobaqasi keskinlishi. Bu bir to'qinish. Xitoy bilan Amerika o'tirmay jiddiy ketib bordi. Sudandagi ichki urush davomlashmoqda. Amerika Gaza urush uchun tinchlik planini tuzdi. Ukraina urush yana davomlashmoqda. Amerika bilan Isroil Eronning yadro aslahalariga hujum qildi. Xitoy yer mineral moddalarni qurol qilib diplomatga ishlatyotdi. Amerikaning o'zaro tamojna bejini yo'lga qo'yishi dunyo jiddiyligini kuchaytiryapti. O'rta Sharqdagi to'qinishlar umumyuzlik kuchayyapti. Dunyo bir yillik rekord yaratgan tabiiy ofatlarga shohid bo'ldi. Tabiatning eng vahshiyligini 2025-yil bo'ldi. Fashizm ustidan g'alaba qozonganlikning 80 yilligini xotirladi. Trump Amerikaning tashqi siyosatini zo'r o'zgartiryapti. 2026-yilning boshlanishi bilan Eronda hozir intayin cho'ng voqealar yuz beryapti, kuzib turyapmiz. 3-4 kun burun Amerika Venezuela'ning prezidentini yotgan karvetidan 1,5 soatning ichida qo'lib akeldi. Bu dunyoga intayin cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Mushning o'sha xalqaro saviyada
25-dan intayin ko'p bo'ldi. Bular 26-yili qandoq davomlashadi? Shu to'g'riliq men bir yurish o'zimning obzorlarini so'zlamoqchi. Masalan, birinchida bugun so'zlamoqchi bo'lgan Yaponiya Xitoy jiddiyligi. Uningki Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi yumshoq kuchni selishtirib boqaman. Uningdan Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi qattiq kuchni selishtirman. Amerika Xitoydan qanday ustunligi bor va Xitoyga zarba beradigan qanday qurollari bor, bu to'g'riliq to'xtaymiz. Uningdan Erdo'g'an Yaponiya, Amerika, Rossiya, Xitoy ichida nima uchun tangpungliqni saqlab qola oladi? Bu to'g'riliq to'xtaymiz. Hozir Amerika bilan Xitoy O'rta Osiyo to'g'riliq zo'r ilishish bo'lyapti. Amerika u yak boshlayapti. Bularning hozirgi budaqa Venezuela mushlar o'xshash hammasini bir-birdan qilib yarim soatdan men o'zimning obzorlab mangman. Endi shu vaqtda fikringlar bo'lsa qo'ysanglar bo'ladi. Hammasida masalanga bu bugungi birinchi so'zlamoqchi bo'lganim mushlar ichida bir aqcha mening ko'z qarashim bu 7dan 10 qadar bo'ladi. Bugun birinchi so'zlamoqchi bo'lganimiz Xitoy Yaponiya munosabati. Bu to'g'riliq asla Yaponiyadagi qarindoshlar, ziyonlar so'zlasa bo'ladi. Bu to'g'riliq shular nihoyat yaxshi tushdi. Lekin ularning bu to'g'riliq mundaq obzorni anglamadim. Shunga men o'ttirga chiqib buningga men o'zimning ko'z qarashimni so'zlayapman. Biz Uyg'ur bilan bevosita yoki munosabatli 2025-yilda yuz berib, 2026-yili davomlashadigan xalqaro vaziyat to'xtaymiz. Masalan, bu Xitoy bilan bugun to'xtaydiganimiz Xitoy bilan Yaponiya munosabatidagi jiddiylik. Men bu Xitoy bilan Yaponiya azaldan ideologiya va madaniyat jihatdan bir-biriga intayin dushman bo'lib Yaponiyaning madaniyatiga Xitoy madaniyati cho'nqur singan. Yaponiyaning madaniyati Xitoyning 36 yilisining ustida shakllangan, hamma g'arbni birlashtirgan bir madaniyat. Xitoyni eng yaxshi tushunadigan millatlarning ichida shu Yaponiya. Yaponiya Xitoyga 8 yil Xitoy hujum qilib turgan, emas 8 yil emas, Dongbeyning burunlarini olsang, amaliyat 10 necha yil, 11 yildek bo'lgan. O qilgan bu ikkisining o'rtasidagi dushmanlik intayin cho'ng. Yaqin zamonda iqtisod jihatdan bir-biriga yaqinlashmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bularning tub tigidiki, qinining ichidagi ziddiyat zodi bularni birlik eklenmedi ve eklenmeydi. Mesela bir yıl ziddiyet yakında intayin ciddilişip gitti. Birinci, ben bir üç ne söyleyip vereyim. Birinci, Japonya'nın baş ministri Sanae Takachi. Ben İngilizce'de işte okuyattım. Başında okuşum doğru mu hata emas bunu uqmayman. Hata bu qalsa Yaponya'daki qarindoshlar, do'stlar tuzib qo'ysanglar bo'ldi. Yaponiyaning baş ministri Sanae Takachi vazifaga o'ltirib bir oydan keyin yana 2025-yili 11-17 qilgan rayon bexatarlik Tayvan va Yaponiyaning mudofaa siyosatiga munosabatlik bir yurish bayon va harakatlari Xitoyning kuchli g'albi va tanqidni qo'zg'adi. Menimcha bu geopolitika davolg'i ichidagi strategiyalik burilish bo'lishi mumkin. Nima uchun men tuan so'zlab o'taman. 2025-yil 11-ayning 17-kuni Sanae Takachi Avam Palata, Yaponiyaning Avam Palatani deyapman. Yaponiya Avam Palata Hamchut komitetida shundoq dedi. Tayvandagi bir vaqa Yaponiya uchun bir vaqa bo'ladi. Xitoyning Tayvanga qaratgan harbiy hujumi Yaponiyaning hayotligiga tahdid soladi. Tahdid soladigan vaziyatni shakllantirishi mumkin deb so'zladi. Buningga ulab u yana Yaponiyaning 3 yadrosiz prinsipi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika Yaponni boshqarib keldi. Shu vaqtda Yaponning iqtisodi taraqqiy qildi. Yaponga Amerika 3 prinsipni qo'yib qo'ydi. Yadro qurolga ega bo'lmaysan. Yadro qurol yasamaysan. Yadro qurol import qilmaysan. Bu 3 Yaponiya qo'yganni buni 3 yadrosiz prinsip deb ataydi. Yaponiya o ana nima Takachi yani shunda dedi. 3 yadrosiz prinsipga tuzatish kirgizib, bu yomon kuchliqda uni kirgiz degani bizmi endi Yaponiya
yazsak buludu, şununla kirişiyotidu. Ve özünü qoğdaş kuşlarını ıslahat qilish to'g'risida taklif muzokara qildi. Bu o'ttirga tunji qatim bu biz yadrosiz deganni qo'limizda ilib etaylik. Amerika bilan so'zlashyapti. Bizmi yadro quroliga erishishimiz kerak. Xitoy bizga tahdid qilyapti dedi. Sana Takachining bu ifodashlari Xitoyning sezgir nervisiga ta'sir ko'rsatdi va kuchli diplomat inkosini qo'zg'adi. Misoli, Xitoyning tashqi ishlar ministri qattiq norozilik bildirib, Tokioni Xitoyning ichki ishlariga ochiq oshkora aralashdi deb aybladi. Chunki Xitoyning nimasida Tayvan o'zining ichki ishlari deb taniydi. Yaponiyaning Xitoydagi bosh elchisini chaqirdi. Bir davlat ana elchisini chaqirdi degan so'z nihoyatda ig'ir ahvollarda chaqirdi. Xitoy fuqarolarini Yaponiyaga sayohat qilmaslikka chaqirdi. Xitoyning Osaka bosh konsuli Xu Jian unosmi aksida burun Twitter'da aksida ashu paskina va Takachin davatudu. Ashu paskina tajovuzchining beshini rayimsizlik bilan kesishdan boshqa amal yo'q deb inkos yo'lladi. Bu nihoyatda ashu trendning qalsini ilib etish kerak degan. Xitoy diplomat va davlat egiligidagi axborot vositalarida va ijtimoiy to'qinish taratqularda Takachi qilgan gaplarni butunlay po'q gap va zaharlik moyisalar deganga o'xshash qattiq atalg'ularni ishlatdi. Xitoy Xitoy Yaponiyani jazolash uchun bir yurish usullarni qo'llandimiz. Yaqinda 11-oyda qo'llangan usullar bir madaniyat qamal qilish. Madaniyat jihatdan Yaponiyaga qamal ilib mangdi. Yaponiya san'atkorlarining konsert va faoliyatlarini keng ko'lamda amaldan qoldirdi. Maydonda tokni majburiy uzvatdi va Yapon naqshchisi Ayumi Hamasakining sahnedagi o'yinini to'xtatishni majburladi. Lekin bu Yaponninki bu naqshchi ajoyib bir ulug' naqshga deyam Xitoy butunni qilmasa, lekin bu sahna setib ip bo'lgan. Bir odam bo'lmasimi o'zi yang'oz 2 soatlik naqshini etib chiqdi. Xitoylar yang'oz bir odam butun Xitoyni yangdi deb qo'ydi. Buning obro'yi texmi dunyoda ketdi. Xitoylar hech kimni kirgizmadi. Sahnadan hammani to'xtatdi, chiqirib. Lekin bu sahna pulga setib ip bo'lgan ekan, odam bo'lmasimi 2 soat naqshni o'zi yang'oz etib chiqdi. Endi Xitoyning bu qilmishlari bir kishilik huquqqa xirish, san'at va kasblarga dafsanda qilishlar bo'lib qolmay, ochiq oshkora siyosiy tahdid soldi Xitoyga. Ikkinchi, Xitoyningki qo'llagan narsa iqtisodiy besim ishlatdi Yaponiyaga. Yaponiyaning yemaklari va shirkatlariga qarata atalmış bexatarlik tekshirishni kuchaytirish, importni kechiktirish, ishlab chiqarish ta'minlarida xavf xatarni yoritish qatorliq iqtisodiy munosabatni qurol qilib ishlatib Yaponiyaga besim ishlatyapti. Hozirgacha davomlashyapti. Uchinchi, jamiyat fikrini kuchaytdi va bo'libmi Xitoy ichidagi jamiyat kuchini fikratdi. Tashviqot faoliyatidan dinlab Yaponiyaning Tayvanni qo'llash maydonini kamsitdi. Yaponiyaning Tayvanni qo'llash, Tayvan mustaqil bo'ldi degan qo'llashni kamsitib, Yaponiya milliy turizmining qayta gullanish ideyasini mubolag'lashtirish orqali Xitoylarning Yaponiyaga qarshi millatchilik kayfiyatini qo'zg'adi. Xitoy Yaponiyani azchil ideyaviy dushman deb qarab keldi. Bu to'g'riliq Xitoylarda azaldan tortib qon qiyni qolmay bunda xalqini shunda tarbiyalab keldi. Hatto bu ta'sir Uyg'urlarga yetibdi. Men bir misol yaqinda vatanga berib kelgan birisi deb berdi. Bir tuqqanning uyiga bir balaga menda Yaponninki bir o'yinchig'ini beribdi. Uyg'ur balaga. Uyg'ur bala o'yinchiqni menda ilibla bir qancha 13 yoshga kirgan bola ekan o'yinchiq. Bu Yaponning o'yinchiq ekan
bu Yapon degan bizning vatanimizga tajovuz qilib, bizga ziyonkashlik qilib, shunda qilgan bu tajovuzchi olvatlar buni o'ynamayman deb tashlayapti deydi. Bu mingni shu Uyg'urlarga beribdi. Ha buni deb berdi bir yaqinda shaq berib kelgan birisi. Sayohatchilarga chek qo'ydi. Yaponiyaga sayohatga vaqtlik cheklama qo'ydi. Xitoy fuqarolarini Yaponiyaga bormanglar dedi. Va yerlik almashtirishni to'xtatdi. Yerlik almashtirish degan davlat xarakterli emas, o'lk xarakterli noyalar, xalqlar o'tirib olma. Buni Xitoy butunlay to'xtatdi. Nopus harakatni siyosiy qurol sifatida ishlatdi. Xitoy bu 4 usul orqali Yaponiya jamoatiga bir siyosiy signal avatdi. Bu signal nima desang, bizga ergashmasang bisim qilamiz. Bo'ysunmasang jazolaymiz. Bosh egmasang iqtisod va innovating uchun badal to'ltimiz. Buni Xitoy Yaponiyaga bu signalni berdi. Bu Yapon xalqimi bo'sh kelmadi. Yapon xalqimi bo'sh kelmadi. Xitoyning bu Yapon xalqini shundoq ogohlantirdi. Bir so'zlab bitgan bu Yapon xalqiga shundoq bir ogohlantirish berdi. Xitoy hech qanday sabab talab qilmay yoki hech qanday mas'uliyat talab qilmay maskni xohlagan vaqtda ilib etalaydi. Amaldan qarasa Xitoy xuddi Yaponiya bilan yaxshi bo'lgandek bo'lgan bilan vaqtida xohlagan vaqtida buni ilib etalaydi. Maskni Yapon cho'qim bu ishdan savoq ilish kerak. Xitoyga beqinishni azaytib demokratik davlatlar bilan hamkorlashib Xitoyning majburlashiga qarshi turish kerak. Vazifada bizdan battar Yaponiyadagi qarindoshlarning ustida. Buni Yaponiyada qarindoshlar qayta Yapon xalqiga tushuntirish kerak. Yaponliklar biladi Xitoy bo'lsa-da. Xitoyning zulm mexanizmi bor. Xitoyda zulm mexanizm azaldan bor. Xitoy zulm mexanizmini har tarafga kengaytib, fuqarolar jamiyati, madaniyati va iqtisodni uzluksiz do'st va dushman sistemaga kirgizib kelyapti. Xitoyda madaniyat bo'lsin, burun mavzuning bir gapi bor, siyosiy sinfi yo'q, narsa yo'q deydigan. Xitoyda madaniyat bo'lsin, jamiyat bo'lsin, bularni hammani do'st va dushman deb ikkiga ayiradi. Menga foydali qilsang seni do'st deb ko'rma. Menga salla qarshi tursang seni dushman deb ko'rma. Uyg'urlarmi shuna yaqinda ashaqqa berib kelgan birsim dedi, bir o'ttirash men o deydi, men bizning naqshimiz degan naqshini shunda yaxshi ko'ratdim. Ash naqshini bir itib bersang desam, u qulqimga asta kelib, bizning naqshimiz degan naqshini cheklayapti deydi. Nemishqa cheksam, ashu çünkü bizning naqshimiz degan so'z o'zi cheklandi. Sening naqshan qandoq naqshga deb bizning naqshimiz degan naqshini cheklayapti deb qulqim deb itib bermidi deydi. Bu sistemda Xitoy Yaponiyani mangulik dushman qilib kirgizib bo'lgan. Buningdan mustasno bo'lmaydi. Agar Yaponiya Xitoy bozoriga tayinishni tezlikda azaytmasa, bexatar ta'minot zanjirini tezdan barpo qilmasa, demokratik davlatlar bilan ittifoqni tezdan kuchaytmasa, kelgusida davomli mushuning o'xshash xo'rliq va ziyonlikqa uchraydi. Xitoyning Yaponiyaga bo'lgan dushmanligi bir konkret voqealardan emas. Amaliyotda Xitoy bo'lgan dushmanligi bu taqi taqochining bir so'zidan emas, balki uzun muddatli qurilma xarakterli strategiyalik ideologiyadan kelib chiqqan. Uyg'urlarga bo'lgan dushmanligimi shu. Xitoylar Uyg'urlarga bo'lgan dushmanlik bir odamning bir Moskvaga ko'chada bir Xitoyni o'ttirib qo'ygan yoki bir shuvar so'zlab qo'yganlikdan emas. Bu Xitoylarning Uyg'urlarga bo'lgan dushmanligi bu uzun muddatli bularning ideologiyasidan kelib chiqqan. Xitoyning ideologiyasi va butkul hukmronlik logikasi Yaponiyani mangulik dushman deb tasvirlashni talab Uyg'urlarni butun o'zining millatiga Uyg'urlarni dushman deb tanishtirib bo'ldi. Shuning uchun Xitoy to'xtamay Yaponiyaga qarshi kayfiyatni yetildirishi kerak. Xalqiga doim Yaponiyaga qarshi kayfiyatni xalq ichida qo'llab turdi.
Şunlar Yaponiya nima ish qilsin, Xitoy uningga dushmanlik qiladi, uni haqoratlaydi va bostirdi. Xitoyning bozori, endi Yaponiya eng qiziqqan yeri Xitoyning bozorida Yaponiya ham jiq pul topdi. Ash Xitoy bozorini ko'zda tutadi. Xitoyning bozori bo'lsa, Xitoy har qanday vaqtda qurolga aylantiradigan vosita. Siyosatga chetilgan zaman mayli sen bilan qanchalik barliq chiqim bo'lsin, tirishchanlik bo'lsin, to'xtam va mablag'larning hammasini bekor qilib yetalaydi. Vaqt ziyonga chidaydi, hammani qilib yetadi Xitoy. Yaponiyami bo'sh kelmadi bunimda. Yani Osaka'daki baş konsuli Şujan, ilaqının kalısını ilivitay degan baş konsuli Şujan'ın sözü ve hareketi hakkında düşünce berişini talep kıldı. Hakimiyet yürgüzüvatkan Yaponiya Erkin Demokratik Partiye Şujan katlarını karşı ilinmaydigan adam ve çigiriden koğlap çıkarış lazım degan kararını ma'qullandı. Yani partiye ma'qullandı, hükümet kılamdı o başka gepe. Eğer siyasi noktadan bu işini inç analiz kılsak, bu herkesmi Takachi açığını çıkarış için kılgan hissiyatlık söz emas. Ekçe esayildik bilen hesaplangan ve Yaponiyanın milli kimligini eslige keltirişini maksat kılgan hareket. Bu Yaponiyanın tesadüfi depkaga emas, çoğunqur oylap degen menimde. Bu olsa Takachi'nin Amerika bilen Xitoy çoğun kuch raqobatida Amerikani qo'llash strategiyasi. Masalan, Amerika Yaponiya ittifoqini kuchaytirib, harbiy cheklimini yeniklitish. Buning orqali Xitoyga Amerikaning solgan zo'r cheklim bor. Buni bilsaq-o, yadro ishlasang bo'lmaydi. Masalan, avia matkasini ishlasang bo'lmaydi. Bunda urush aeroplanlarini ishlasang bo'lmaydigan zo'r harbiy cheklim bor. Shu cheklimini yo'qotish. Hindiston Tinch okean rayonida ustunlikni qo'lga keltirishga intilish. Shuning bilan bir vaqtda Yaponiya ichidagi 10 yil saylovchilarning qo'llashini mustahkamlash. Hamda Yaponiyadagi 10 yil saylovchilar Xitoy bilan taqobil turimiz deb kurash qildiganlar ular. Takachi maqsadlik bir krizisni yaratdi. Meningcha bu Xitoy bilan Yaponiya o'rtasidagi bu maqsadni bu da Takachi maqsad yaratdi. Yaponiya devletinin normalişi için yol xat aldı. Yaponiya devleti xalqarada o normal emas. O tehi Amerika'nın bevosita boshqurishida. Masalan, nurg'un ishlarni Amerikasiz qilolmaydi. Iqtisodni qilgan bilan harbiy siyosat jihatdan nurg'un ishlarni qilolmaydi. Mush Yaponiya devletining normalishini uchun yo'l xat oldi. Hozirgi geopolitika davolanish davrida Takachi Xitoyga duch kelgandimi hargiz chekinmaslik degan siyosat. Shu so'zni so'zlagan bu ayol saylanish jarayonida mushu so'zni o'ttirib qo'ygan. Xitoyga duch kelgandimi hargiz chekinmaslik degan siyosati Yaponiya xalqining davlat izzat hurmati va bexatarlik tuyg'usiga bo'lgan psixika ehtiyojini zo'r darajada qondirdi. Amaliyotda Xitoy bilan Yaponiya o'rtasida tuyuqsiz yuz bergan bu diplomatik to'qinish mohiyatda Xitoy Amerika munosabatining nacharlashishining yana bir tasodifisi. Buning bu modda ham Xitoy bilan Amerika nacharlashgandan keyin Yaponiya buningdan ma'yal foydalanib mana o'ttirib qo'ydi. Yaponiya ikkinchi dunyo urushidan buyangi 80 yildan ortiq jimjit taraqqiyot orqali zo'r umumyuzlik kuchga. Endi umumyuzlik kuch deganimiz inglizcha comprehensive national power deydi. O kuch degan harbiy, iqtisod, madaniyat, butun taraf degan kuchni umumyuzlik kuch. Mening tarjimam umumyuzlik kuch degan, meningki. Topladı. Yaponiya shunday kuchni topladı. Shuning bilan bir vaqtda Yaponiyaning normal davlatga aylanish orzusi hargiz yo'qolmadi. Hozirgacha bu Yaponiya biz qachon normal davlat bo'lamiz deyapti. Amerika bugungi kunda Yaponiyaga misli ko'rilmagan tarixiy fursat yaratib berdi. Bo'libmi Trump Yaponiyaning qayta normal davlat bo'lishga ssenariy yetib berdi. Sahna hozirlab berdi. Muvofiq bosh rolchi chiqsili bo'ldi deydigan bir holatni akeldi. Bu tarixiy paytda Takachining o'ttirga chiqishi Sharqiy Osiyoda
dərhal qatıl ilə qo'zg'adi. Sharq Osiyo qo'zg'aldi buni. Bu Yaponiya bilan Xitoy o'tir ko'ng ilishni barliq davlatlar diqqat bilan ko'zlayotdi. Amaliyot bu noyat keskin biz Uyg'urlarning diqqat qilma. Chunki bu ikkining o'rtasidagi bu ilishish Sharq Osiyo. Ya'ni Sharq Osiyo deganimiz odatda Xitoy, Yapon, Koreya, Choshan, Mongol bu 5-ni Sharq Osiyo deydi. Kelgusidagi vaziyatga zo'r ta'sir ko'rish mumkin. Yaponiya bilan Xitoy o'rtasidagi raqobat, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi raqobatmi keskin va shiddatli bo'ladi. Chunki bu Sharqiy Osiyoda kim hukmronlik qildi degan masala bilan chitishadi. Kimmi? Sharq Osiyo azaldan Yaponiya burun nima qilib kelgan, kontrol qilib kelgan, Ikkinchi dunyo urushidan bu har qaysi davlatlarning o'tirib kelib ketdi. Xulosa qilib yuqorgi 4ni xulosa qilib aytganda Takachining paydo bo'lishi tasodifiy emas. Balki Yaponiya jamiyatida 80 yildan ortiq vaqtda to'plangan siyosiy intilish, umumiy davlat kuchining g'oyat zo'r o'sishi, shundaqla Amerikaning Yaponiya bilan birlikda Xitoyning qad ko'tarishiga qarshi turish strategiyalik ehtiyojining natijasi. Takachining paydo bo'lishi va Xitoyga qo'shni davlatlarning Xitoyga bo'lgan pozitsiyasining o'zgarishining o'rtaq bir sababi bo'lsa, Amerika Xitoy munosabatidagi qurilmaliq jiddiylikdan kelib chiqdi. Bo'libmi Trump chiqqandan keyin Sharqiy Osiyoning kelgusidagi vaziyatning ochqichi Yaponiyada yoki qo'shni davlatlarda emas, balki Amerika Xitoy munosabatining kelgusidagi yuzlanishida. Bularni qilib masalan Germaniya ovozi. Men bu biri Angliyalik iqtisod jurnali bilan Germaniya ovozini to'liq anglayman. Ovoz mandal inglizchalik chiqarib berdi, EI'da ishlar. Germaniya ovozi 2025-yil 12-oyning 8-kuni mana Xitoy bilan Yaponiyaning qanchalik jiddiylashib ketganligini ko'rsatdi. 12-oyning 8-kuni yana oldin qaydayimizda kuni shunda xabar berdi Germaniya. Xitoyning Niaoning nomli avia matkisi 2025-yil 12-oyning 7-kuni Okinawa orolidan o'tib Tinch okeanga kirganda taxminan 100 qitim avia matkisini asoslangan aeroplan uchish va qo'nish ilib bordi. Yaponiya kabinet baş katibi Minoru Kihara Yaponiyaning bu ishda ig'ir besiq ammo qat'iy inkas qaytarganligini, Yaponiya atrofidagi dengiz rayonidagi Xitoy armiyasining harakatini kuzatishni davomlashtirganligini aytdi. Bu bir davlatlar o'tirib bunda deganlar intayin jiddiylashdi. Buningdan ilgari Yaponiya mudofaa ministri Koizumi Yaponiyalik do'stlar mana xato o'qib qilishi mumkin, takrorlayapman. Ministr Koizumi 2025-yil 12-oyning 7-kuni oshkora holda Xitoyni ayblab shundoq dedi. Yaponiyaning Okinawaning sharqiy janubidagi xalqaro bo'shlig'ida Xitoyning J-15 urush aeroplanini Yaponiyaning F-15 urush aeroplanini qayta o'q chiqarish radio bilan dedi. Bu intayin cho'ng narsa, o'q chiqish radio bilan quluplash degan so'z. Rada quluplash bo'lsa harbiy aeroplanlarning eng tahdidli qilmishining bir tarafi. To'g'rimi? Odatda bir aeroplan yon bir aeroplanni itish uchun avval uni quluplaydi radada. Quluplagandan keyin otgandan keyin boradi. Odatda uni qildi degan so'z rada bu bosqichga kelganda odatda rada odatdagi keng doiradagi izlash holatidan markazlik izlash holatiga o'tadi. Odatda radalar bunda quluplaydi degan u degan itish oldidagi eng oxirgi harakat degan so'z. Bu raketa qo'yib berishdan burungi tayyorlik bosqich. Bu deganlik o'q chiqarib hujum qilish mumkin. Bu Xitoy ularni quluplagan gap, darulda bu noyta. Shuning uchun Shinji Kozumi
yana shundoq dedi. Rada qulublash bo'lsa, bir uçuşqa zörür bo'lgan chekdan ishib ketadigan xatarli qilmish. Ashning gapini o'qiyaptim, ha. Bundaq vaqaning yuz berishi intayin afsusliq ish. Biz Xitoyga qattiq norozilik bildirdik va qattiq oldini olish tadbirlarini qo'llanishni talab qildik. Arkadanla Yaponiya Xitoyning Yapondagi bosh elchisi Wu Jianhao'ni chaqirtib, Xitoy urush aeroplanining xatarlik va afsuslanarli harakatiga norozilik bildirganligini e'lon qildi. Takachi endi mundaq dedi. Yaponiya dengiz va havo bo'shlig'idagi nazoratni kuchaytirish uchun barliq mumkin bo'lgan tadbirlarni qo'llanganligini, Xitoy armiyasining faoliyatlarini qattiq nazorat qildiganligini aytdi. Hamda ikki davlat o'rtasidagi jiddiylik davomli kuchayishning sababi Xitoyning mas'uliyatsiz faoliyat kelib chiqayotganligini ta'kidladi. Bu degan urush oldida so'zlaydigan so'zlar. Amerika bu davlatning oldingi boshlig'ini tutib kelish ordidan sap mushtaq so'zlarni qilgan jumonglar. Bu ikki davlat diplomat o'rtasida intayin ig'ir so'zlar bular. Yaponiya bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiylik texnik kuchayayotgan bir paytda Amerika Davlat ishlari mahkamasining bayonotchisi 2025-yil 12-9-ga bayonot e'lon qilib shundoq dedi. Xitoyning bu harakatlari rayon tinchligi va muqimligiga ziyonli. Amerika ittifoqdoshi Yaponiyaga qon va'dasi qat'iy tavranmaydi. İki taraf bu iş ve başka meselelerde yakın alakını saqlab kelmekte. Demek bu işini Amerika bilan Yaponiya o'ttirib Xitoyning bu qulupluğan bu işlerini dikkat bilan tadqiq qilyapti. Bu Amerikaning yaqinda tunji qitim bayonot e'lon qilishi. Xitoy qarshi Yapon bilan birlik turyapmiz degan tunji qitim bayonot e'lon qilish. Amerikaning Yaponiyadagi bosh elchisi George Glass ijtimoiy taratqularda Yaponiyani qo'llaydiganligini bildirish uchun uzluksiz uchur yo'llab turdi. Kunda degidek yo'llab turdi. Lekin Trump texa buningga gap qilmay jim turib bordi. Trump boshlan qo'yib turibdi, o'zi jim turib bordi. 2025-yildan buyon Xitoy akademik va jamoatchilik doirasida Xitoy Amerika dollariga raqobat e'lon qildi. Şərq kötürüldü, G'arib çöktü. Xitoy dunyoning oldiga o'tib ketdi qatorliq yozmalar va shuarlar qizg'in munozara qilindi. Lekin 2005-yildan buyon 2015-yilda boshda bo'lgan. 2025-yildan buyon Xitoy bu so'zlarning ahamiyatsiz ekanligini his qilib qolmay, Amerikaning Xitoyga yurgizgan chegara urushi, texnika urushi va ta'minlash zanjirini qayta tashkillash qatorliq tadbirlarni yo'lga qo'yishga turtki bo'ldi. Xitoy buni hozir u gaplarni demaydigan bo'ldi. Hozirgi Yaponiya bilan Xitoy o'rtasidagi surkilish Amerikaning uzun muddatli strategiyasining bir qo'zg'alishi nuqslik bo'lib qilishi mumkin. Mening ko'z qarashimda Amerika Xitoy bilan bir jiddiylik urush, hech bo'lmaganda qisqa muddatli harbiy to'qinish qiladi. Aqchan buni bo'lishi Amerikaning tuzgan plani bo'lishi mumkin. Buni Xitoy his qildi. 2025 10-31dan 2025 11 kunigacha Koreyada ochilgan aloqa yengillik yaratish, gullanish davomlashadigan kelgusini yaratishni asos tema qilgan siyosatga IPACning navbatlik rahbarlar rasmiy yig'inda Xi Jinping Trump kurashganda uningga biz undaq dunyoni kontrol qilayli, taraqqiyot boshqa hech qanday davlatlarga tahdid qilamiz, birinchi bo'lamiz demaymiz deb Trumpga alaydan dedi. Endi Tinch okean rayonidagi bexatarlik muhitining nacharlashishi Yaponiya va Koreya ikki davlatning hamkorligini texmo zo'r qildi. Bu ikkisi zo'r bo'ldi. Yaponiya rahbarlari Koreya rahbarlari har xil kichik tipdagi supularga, yig'inlarga qatnashishni qo'llaydiganligini aytdi. Tinch okean olgan sheriklik kelishimga
uni inglizcha CPTPP deydi. Qatnashni qo'llaydiganligi, kelgusida G7ga qatnashni qo'llaydiganligini bildirdi Yaponiya. Yaponiya yana Koreyaning Avstraliya, Hindiston, Yaponiya va Amerika o'rtasidagi bexatarlik hamkorlikqa qatnashni qo'llaydiganligini aytdi. Burun demakki bu Yaponiya bilan Koreyaning ziddiyati intayin chiqdi. Bu da Yaponiya ashning hammani edi. Yaponiya buning orqali mablag'larni birlashtirib, iqtidorni kuchaytirib, birlikda Koreya bilan birlikda Xitoy va uning ittifoqdoshlari bilan raqobatlashishga yetarli harbiy, iqtisod va texniklik kuchini qurishga intilyapti. Men tugab qoldi. Men ishonaman, hozirgi Yaponiya Koreya rahbarligi birikmasi bu ikki davlat o'rtasidagi haqiqiy ilgirlashni ilib keladi. Bultur 10 ayda, ya'ni 2025 10 ayda dunyo rahbarlari biri jarayonda uchrashganda Takachi Koreyaninki prezidenti Myung bir-birsiga bo'lgan ijobiy kayfiyati ikki davlatni hayron qoldirdi. Yaponiya bosh ministri Takachi Koreya grim buyumlarini, dengiz yuzini va drama asarlariga bo'lgan qiziqishni bildirdi hamda Koreya bayrog'iga egilib ta'zim qildi. Bu harakati Koreya taratqularida hurmat bildirish belgisi sifatida keng tarqaldi. Bu Koreyaliklar Yaponni unda bu da nayt Koreyaliklar yaxshi badi. Bu boshliqlar yig'indan keyin Koreyaninki prezidenti Myungmu mamlakatda nutq so'zlab Takachidan ansirmaydi. Takachi ansirmaydigini, Takachi bizning do'stimiz, Koreya Yapon bizning do'stimiz degani. Bu bayonot Yaponiya taratquli tarafidami ijobiy inkas erishdi. Tokyo ideya jihatdan hamkorlikni cho'nqurlashtirib va kelayotgan vaziyatlarni muvofiq boshqarish orqali oz uchraydigan fursatlarni qo'ldan bermasligini kun tartibiga aylantiryapti. Buning orqali kelgusida Xitoy yetakchiligidagi siyosiy bo'ron chopqinlarga birlikda bardosh bera oladigan kuchli ittifoq qurishga tirishyapti. Mushlar deb tursam, Mishak akib qarsan, hozir news qarsam, tunugun 6-slot. Xitoyning jazosiga uchirgan Yaponiya Kengash palati a'zosi Saki Hei Tayvanga berib, Tayvan mustaqil davlat deb so'zladi. Bu Xitoyni intayin buningga gap qilay desa, buningga e'tibor bergan bo'ladi. Gap qilmay desa, xalq orada yuzishib ketadi. Shuning uchun Xitoylarda hozir intayin cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Bu ashak berib, bugun aytgan so'z Tayvan degan mustaqil davlat deb uni uchuq so'zladi. Bu tunji qitim Yaponiya parlamenti a'zolari bundoq so'zlashi. Mening Yaponiya bilan Xitoy o'tirgan munosabatiga bo'lgan obrazim shu. Ben qisqa mushta so'zlab mangman, hammasini har bir 2-3 haftada bir o'sha ilmninki sahnasida Xudoyim buyursa, shuni unutib qolmaylik. Endi savolinglar bo'lsa Yaponiya o'tirishga, men o'zimning ko'z qarashini beray. Rahmat Mavlanka, savol so'ray. Endi hozir Yaponiya va Xitoy o'tirishga bu surkish yuqori bosqich chiqdi-da, o'sha Takashima xonimniki yangi Yaponiya bosh ministri bo'lishi bilan keyin shu asosida bu jiddiychilikniki nimasi shu Tayvanni qo'llaganlik bormi? Asosida nimasi yoki boshqa sabablar bormi? Endi qara, Tayvanni qo'llash Yaponiyaning nishoni emas. Tayvanni qo'llash orqali o'zining sepiga akirib Xitoy qarashtirish Yaponiyaning nishoni. Tayvanni qo'llasa albatta o'zining kuchaydi. Hem şunun bilan bir jihatda bu xonimning ko'z qarashida, mening ko'z qarashimcha Xitoy bilan bo'lgan ziddiyat kuchaydi. Xitoy bilan bo'lgan ziddiyatning kuchayishi Amerikaning qo'llashiga erishdi. Bultmi Trumpga bek yoqdi. Trump mushkini ziddiyatni hatto ozroq bo'lsin bir harbiy to'qinish bo'lishini xohlaydi.
azroq harbiy to'qinish bo'lib qolsa, Trump Yaponiyadagi, Tayvandagi harbiy kuchini 10 naslab kuchaytirib yetadi. Shuni Xitoy, buni Xitoymi biladi. Shunga bu Xitoy og'zi davatidi, buni qattiq nima qilmayotdi. Albatta, bu Tayvanni qo'llash nishon emas, nishon normal davlat bo'lish, bu kuchsa, unga Xitoy o'tirga ziddiyatlar kuchaysa, Trumpninki Yaponni normal davlat qilib yetadigan niyati nihoyatda yaxshi. Men ko'rib turaman, normal bo'lsin, atomni qilsin, aviamatka qilsin, bizning ig'irligimizni olsin deydi. Masalan, Yaponiyaning ashad bir yo'g'on ikki aviamatka bo'lib qolsa, Amerikaning zo'r iliq chiqimini tortadi, chunki Yapon uni qila oladigan boy davlat. Shunga buni bu nishoni shu Xitoy, bu ayol Xitoy bilan bo'lgan ziddiyatni kuchaytiryapti. Unda bo'lsa hozir endi o'tganda 12-oyda oldiq yilni 2025 12-oyda Yaponiya yig'inda Sharqiy Janubiy Osiyodagi bir deb o'tdingizda, nimada shu nima mazgilda faqat Takashima xonim shu kishilik masalasidan Uyg'ur, Tibetlarning masalasini o'tirg'a qo'ydi-da hamda boshqa hech qanday bir davlatning odamlar bu to'g'risida gap qilmagan. Yaponiya Xitoy o'rtasidagi ziddiyatniki kuchayishga ergishib, endi bu Yaponiyaniki Uyg'urlarni qo'llash pozitsiya ehtiyotchanlikdan endi oshkor qo'llashga o'tamas. Menimcha o'tadi. Chunki endi bu siyosat deganni yuzi yo'q narsa qara. Bugün mandaq oldu, ertesi mandaq oldu. To'g'rimi? Bu siyosatchilar Jan Kayishning bir gapi bor-ku, siyosatchining 100 bo'ladi, 99 yolg'on deydigan. To'g'rimi? Jan Kayishning burun Gomindan raisini. Endi hozir bu Uyg'ur masalasi, kishilik huquq masalasi, bu Amerika og'ziga olgan, dunyolashib ketgan bir masala. Albatta bundan nim qildi. Bumi Xitoy qarshi barliq aktiv omillarni safarbarlik qiladi, qarab. Uyg'ur masalasi albatta bu cho'ng masala. Tibet burundan bo'lgan bilanmi, Tibetni erkak qirg'inchilik deb xalqaro unda ochiq oshkora e'tirof qilmadi. Uyg'urni erkak qirg'inchilik qilib, Trump birinchi qatim prezident bo'lgan dedi. Biden uni davomlashtirib Xitoyga erkak qirg'inchilik uchun bir yurish qonunlarni chiqardi. Hozir Trump hukumati buni texmi davomlashtiryapti. Albatta bu to'g'riliq oshkorlashish birinchi to'sqinlik yo'q. Amerika keyinda, hozir Yevropadagi nurg'un davlatlar buni erkak qirg'inchilik deb qabul qildi. Shundaqda Yaponiya erkak qirg'inchilik qabul qilsa, meningcha yana bu Takachi xonimninki strategiyasiga yordam bo'ldi. Xitoy bilan ziddiyatni kuchaytirish. Kuchaytirish orqali o'zining normal davlat bo'lish yo'lini echish. Xitoy bilan buning boshqa yo'li yo'q. Xitoy bilan faqat kuchaygan vaqtida Amerikaning u yerga nurg'unliga aviamatgan avtadigan unda iqtidori, uncha iqtisodni hajlashni xohlamaydi. Yaponiyaga sen normaldir atomni yasashni uqmayman, aviamatkani yasa, o'zing aeroplanlarni yasa desang, Yaponninki sanoat kuchi intayin kuchli. Xitoy o'zininki strategiyalar aytishicha, Yapon bir oyda eng ilg'or tankida 1000 ni ishlab chiqa oladi ekan. Bir oyda qo'yib bersa. Xitoyga hujum qilganda Rossiyaning bir strategiyasimi Xitoyga debdi. Yaponiya bilan urush qilma debdi. Yaponiya bilan urush qilsang 24 soat seni butun havo armiya va dengiz armiyasini vayron qilib yitirdi. Yaponiya butun nazariya jihatdan mushta tayyor bo'lganda Amerika masalan bugundan tortib yasal desa bir oy qolmay Yaponiya zamonaviy, chunki elektr asbob yasashda Yaponiya dunyo bo'yicha birinchi. To'g'rimi? Amerika hech kim unga yetishmaydi. Bu qurollar deganda eng asosiy shu yerdan keladi. Bir oyning ichida aeroplan eng og'ir talqini bir oyning ichida yetkazib bo'ldi Yaponiya. Albatta Yaponiya hozir xonim, Yaponiya mening ko'z qarashimda asta Xitoy bilan bo'lgan ziddiyatni undirmay kuchaytiryapti, pasaytmayapti. Bu xotinning meningcha ash orqali bu xotin o'zining davrida bir normal davlat bo'lishga intilyapti. Rahmat. Endi Yaponiya tashqi ishlar ministrligininki muavin tashqi ishlar yordamchisi Arifa xonimniki endi Yaponiyada 2 qatim saylandi. Endi
diasporadagi Uyg'urlar eng yuqori siyosiy sohada xizmat qilayotgan bir Uyg'ur hammamiz faxrlanamiz. Endi bu shu Arifa xonimga Yaponiya siyosiy sahnaga chiqishi Uyg'urlar qandaq foydali vaziyatlarni olib keladi. Endi bu qizni hammamiz suyundik, to'g'rimi? Bu qiz inglizchaga, xitoychaga, yaponchaga, uyg'urchaga hammasi to'liq. O'zi o'qigan, kichik vaqtda bizni uyga kelgan. Bular bilan oilasi bilan tanishib, bizni uyga kelgan bu qiz bilimi o'qiyotgan vaqtlarda. Bu qiz o'qib putdagan, Amerikani o'qib putdagan, Yaponning BDTdagi xizmatchisi bo'lib xizmat qilgan. Bu qizning xalqaro saviyasi va texnikasi hamma jihatdan yuqori, Xitoyning bir obdan tushundi. Bundaq bir qizning chiqishi albatta hammamiz suyunamiz, to'g'rimi? Har bir u nimaga chiqqanda. Yapon masalan bu qizning tashqi ishlarning muavin ministr qilishi Takachi xonimninki strategiyasining bir qismi bo'lishi mumkin. Endi bu qiz Eşek çıkışı Uygur degan o'zi biz Uyg'urlar uchun bir ilhom, bir Uyg'urlar bir bayrog'i, bunda bayrog'i deyman, bir viviskisi bo'lib ko'rindi, bir shuar bo'lib ko'rindi. Lekin endi Uyg'urlarning ishini qanchalik Yaponiya tashviq qildi, qanchalik ilgari surishga nima qildi, bu endi bu qizimizning o'zininki o'zininki mas'uliyati bilan birleştire alamdı, kılalamdı, kılmamdı, kancılık ideyası var. Bu kızımızın özüge tayinimizde. Her bir adamınki bizim aşında halk arada birsimiz, aştak bir çoğun. Hakikaten bu asan gap emas de. Yaponiya dünyadaki en kuşlu iqtisodiyotni işkin çoğun boğan bir devletninki muavin ministri boğan degen bir Uygur kız degen bu bek çoğun iş bu. Bu Yaponiya onda başka yerden kelgen milletlerini dağıtkan millet bu. O'zinikda bir qoqadigan shunday buni bo'lishadigan oson emas bu qizninki. Endi qanchalik qiladi bu qizning Uyg'ur ishini ishchida tinchlikmi qanchalik ilgari surdi. Buningga endi o'ziga bog'liqda birini dallamaymiz. Har qanday masalan burunmi Amerikada Nuri Turker Amerika Dinlar ishlar komitetining direktori bo'lgan. Mayli Nuriga qandaq fikrda bo'lsa hammamiz xushal bo'lgandik. Nug'ini yaxshi ko'rganlarmi xushal bo'lmagan, yaxshi ko'rganlarmi xushal bo'lmagan. Lekin Nuri o'zi chichib qo'yib o'tdi. Shuningdek yo'qolib ketdi, to'g'rimi? Bu biz hammamiz ko'nglimiz yerim bo'ldi. Hammamiz Nuridan xafa bo'ldik. Arang shu yerga chiqqanda mushundaq ishlab chiqib ketdim. Men o'zimni islam o'zim xafa bo'ldim. Arang bir ashad-mishad turib ketgan bo'lsa, keyin texmo o'sib, buningki u yer bo'lganki har qanday yerlar so'zlasa, fikr beradi. Bu huquq to'g'riliq fikrlarni so'zlab turgan odam bo'lgandan buning fikri kuchli bo'ladi. Bizni o'rnimiz bu chunki u yer bo'lgandan keyin u direktor bo'lgan odam parlament a'zolari bilan doim uchrashib so'zlaydigan bo'ldi. Undanda shaxsiy o'tirib so'zlagan Uyg'urlarning Amerikada whisper deydi. Bunda quloq tugida so'zlagan kuchli bo'ldi deydi. Shunda so'zlaganimiz cho'ng bo'ladi, lekin orliq ish chiqdi. Men buningdan o'zimni islam, men ranjib, mushta poq yedingmi deb ichimda o'ttirma rasmiy islam. Endi bu qizimizning Uyg'urlar ishini har yerlarda ilgari surib turishini umid qilma, duo qilaman. Uningda ortiq bu boshini dallamayman. Xush bo'ldim, faxrlandim. Faxrlandik shunaqa. Faxrlandim, xush bo'ldim, duo qilaman har duorimda rasmiy islam. Men biraylar uchrayapti, o'sha nima vizular haqida azroq bir nima qilib so'zlab bergan bo'lsa deb vizular masalasini aytib bir muhim nima bo'lib ketdi. Hozir nima bo'lib ketdi o vizularniki? Uyg'urcha uni Venezuela deb o'qiymiz, ha? Ya tilimni uning keltirolmayapti majmunlar. Venezuela shu. Endi bu qara. Bu Trumpning nayt Amerika hukumatiningki aqlliq bir. 36 yilida bir yili bor. Qozon suvning qaynashini desang, o'choqning ostidagi o'tinni ilvat deydi. Xitoycha food yechoshin deydi. Men bu to'g'riliq so'zlagan. Donald Trump buni qilishininki qara bir necha roli bor. Birinchi, bu Amerikaning oqimasi. U yerda Xitoyga qo'llaydigan bir kuchni Amerika xohlamaydi. Bu Amerika ulan yesa bizning ma'lumimiz deydi. Bu Xitoyning va Rossiyaninki Suriyani ilvatdi, to'g'rimi? O'rta Sharqga Suriyani Yaponiya bilan Amerika Rossiyaning u yerdagi qo'ygan
a'zosi u mixni yulivyapti. Mani yulivyapsa endi. Mani yulivyapti. Bu birinchi akagan siyosati. Ikkinchi Xitoyning po'atgan, Rossiya po'atgan harbiy materiallarning, harbiy uskunlarning ahamiyatsiz ekanligini ko'rsatyapti. O'ttir kirib qo'ydik. Biz uyinda gayaqda uyimizga tomoq, biz bunda tomoqqa buraymiz. Bunda tomoq oshxonaga qilsak, ashad bormi yo'qmi? Uyga akab berdi. Bunda desak bir soat, bu o'yliq tomoq buyurgandimi, chaqqon kirib chiqib ketdi-da prezidentning ularninki. 1,5 soatdan ichi kirib chiqib bo'ldi. Bu hozirki o'sha Vezlaniki, u bir davlatda ham uning armiyasi bor. Ularni qarshi bildirmaslikka nima deb da'vat hozir qilib men shu kelay. Men deyaptim. Ashini chiqib ketdi. Uningdan boshqa shu kirish jarayonida bu Xitoyning Rossiyaning o'rlashtirgan ana bo'lsin, butun saymonlarni bombardimon qilib yo'qlik qilyapti. To'g'ri? Bu ikkinchi nimaga akagan ikkinchi. Uchinchi Amerikaning uchinchi buni ilyotgandan keyin bu Amerika uchun masalan Hamas, Hizbullahlarga yordam berdigan. Bularninki masalan bularga Husayn deydiganlarning iqtisodiy manbasini ilyotdi. İqtisad yo'q, ular iqtisad qolmadi. To'rtinchi İranning hozirgi mollalar hukumatni Amerikaning manfaatiga uyg'un kelmaydi, uni og'dirib yetishning bir asosini qurdi. Beshinchi eng muhimi Amerika dunyoda eng kuchli bo'lishining sababi uning texnika, iqtisodiy, harbiydan boshqa Amerikaning eng kuchli bo'lishining uning dollar dunyo zapas puli bo'lishi. Dunyoda tijoratning 60%, burun 70%, 61% dollar bilan ilindi. Xitoy bilan Rossiya birlashib dollardan ayrilish siyosatini qo'llandi. To'g'rimi? Agar bu dunyoda pul siyosatlarini yo'qotib qo'ysa, Amerika tugaydi. Dunyo pul Amerikaning iqtisodiy hamijatdan vayron bo'ldi Amerika. Shuning uchun buning yo'l qo'ymaydi. Bu Venezuelaning prezidenti Xitoy bilan birlashib dollardan oyini tutdi. Bu Xitoy bilan dollar ishlatmay, sen menga bersan, men neft berman degan siyosatni qo'llandi. Dunyoda ipak bor. Har qanday neft ilm kirim cho'qim dollar orqali mangidi. Mayli qaysi davlat bo'lsin, sen Arabda olsang dollar to'laysan. Shuning uchun bu dollarni dunyo zapas puldan yo'qotib qo'ysa, Amerika uningga yo'l bermaydi. Musha orqali Xitoyning bu Rossiya bilan Xitoyning dollar degan harakatni vayron qoldirdi. Buningdan boshqa Braziliya, ya'ni bir nechta davlatlarmi bu dollar sizlantirishmi degan Xitoyning Shanxay paklari kirib mang'anti. Bularning hammasi prezidentligiga intay ogohlantirdi. Sinimichi chiqmansan 2 soatning ichida tutib akilmaydi dedi. Bularda intayın bularning nimasida bir qor bularning hammasiga Amerika bir tahdidni beshi qo'yib qo'ydi. Pichoqni mushtala qilish mushtala tanlab qo'ydi bu prezidentlar hammasiga. Sening moling jimto dedi. Ana o vaqtida mana Panama, Kolumbiya Xitoyga Amerika birli degan bir balvoq bir yo'ldan chiqib ketsa degan holda chiqib ketdi. Mas'uliyatni prezident akatgandan keyin uni muam prezidentlik qasam ichib kirdi. To'g'rimi? Kirganda o birinchi kuni chiqiblar, o prezident misli cho'qim qo'yib bersin, upu deb so'zlaganda Amerika shundan taytqa aytlar, biz Amerika bilan suhbatlashib ishni tinch hal qilishni yaxshi ko'ramiz degani boshladi. Bu yerga Amerikaning kirishi buni intayin bu Xitoyning, Rossiyaning hamiyatga mushtaq kuchlarining ostida iqtisod asosini ilyapti. Bu intayin cho'ng bu. Hozir bu Amerikaning oqibatida tinchlik bo'ldi. Albatta, burun Kubaga Rossiya atom akirman deganda Tamaskaga 3-dünya urush boshlanib ketgan. Buni yo'qotdi, keyindagi davlatlarning hammasiga qaysiga ogohlantirishni berdi. Xitoyning dunyoda rasvorini chiqarib avatgan har qanday aeroplanni 500 kilometr yiroqlikda ayliq yo'shirin aeroplan bor Amerikaning radar tushmaydiganini ko'ra oladiganlar bika qildi. Hammani Miqildi uningdan Amerika, Xitoy Venezuelaga 60 milliard dollar mablag' solgan. Bu Xitoyning xalqarodagi strategiyasining eng muhim bir bunday isdan garditi.
bir gerdi rolunu oynattı. De onu ilvetdi. Xitayning uyaga salgan 60 milyard dollar puli halak bo'ldi, yo'q bo'ldi. Yani bunun ahamiyati intayin cho'ng. Men buni Amerikaning buni ajoyib, hamda Amerikaningki harbiy iqtidorimiz shundoq ko'rsatyapti. Burun masalan Iroqqa hujum qilganda askarlarni bir yerga yig'gan Amerika, Kuveytga yig'gan. Har kirgan. Bu da bir yerga yig'midi. Dunyoning hamma yerdan bir vaqtda 150 aeroplan, hozir urush degan 150 aeroplan degan bek yomon. 150 aeroplanni bir vaqtda safarga silib, avval ularning radiosini, magnit orqali bekor ko'rolmas qilyapti. Hamma to'qlarini to'xtatibdi, radio orqali, tor orqali to'xtatibdi. To'xtab, uningga aeroplanlar kirib, butun bularningki muhim mudofaa sistemasining hammani yo'qotib, hech qas qolmadi hozir. Endi bu Amerikaning degani bo'yicha ish qildi, albatta yaxshi ish bo'ldi bu. Uyg'urlarga yaxshi bu, Xitoy qanchalik ajilasa Uyg'urlarga shunchalik yaxshi. Shundoq. Unda olsa qolgan suhbat yana keyin ayrı bir suhbat qilishni planlayapmizda. Bo'ldi. Bu da AI to'g'ri to'xtaymiz. Bugungi soat 1 soat qolibdi. Benim suhbatimiz mishachi olsa Mavlanka, rahmat vaqtingizni qilganingizga. Kelar qatimliq sonda ko'rishaylik. Akam yakshanba kuni programma va qarindoshlar yakshanba kuni Gollandiyadagi Ahmadjon Qosimi Gollandiyadagi xalq gazetiniki bir muxbirlar qilgan ziyoratida o'ziniki Gollandiyaga kelib tirishib qonun o'qib hatto siyosiy sohandimi Gollandiya eng cho'ng partiyalik a'zo bo'lib shu yerda bo'lgan ba'zi kamsitish, tuvankirish, chatqi qilishlarni qatorliq mushtaq narsalarni muxbirlar suhbatida e'lon qilgan bir maqola bor-ku. Bu maqola Gollandiyaga kuchli ta'sir qo'zg'adi. Yana biz o'zi müşterat biz yashayotgan bo'lsakmi, hammamiz bor, hammamiz yashayotgan davlatlar shunday yuqori o'ringa kirib qolasakmi, bir xillik ro'ychati, bir siqilish, yakilinish, o'zimiz bularga tubdan nimamiz bo'lmagandan keyin ba'zi bir chatqa qilishga qilgan ishlarningki mavjud ekanligini yaxshi shaklda yo'ritib berdi. Bu mushaqda Ahmadjon bilan suhbat bor. Kechda keyingi suhbatga kirishamiz. Hamma Allohga omonat. Programmamizni taqib qo'yinglar, YouTube kanalimiz a'zo bo'linglar. Rahmat.